Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men sizlarga o'zbek xalqini taniqli yozuvchisi O'tkir Hoshimovning qalamiga mansub Nur borki soya bor asari haqida gapirib beraman. O'tkir Hoshimov 1941-yilda Toshkentda tavallud topgan. U jurnalist, dramaturg va yozuvchi sifatida ko'plab asarlar yaratgan. Asarlarida insoniylik, mehr-oqibat, vatanparvarlik va hayot haqiqatlari chuqur tasvirlanadi. Yozuvchining Dunyoning ishlari, Ikki eshik orasi, Nur borki soya bor kabi asarlari o'quvchilar orasida mashhurdir. Shular orasidan Nur borki soya bor asari O'tkir Hoshimov turg'unlik davri avj nuqtalarga chiqqan bir davrda yaratadi. Turg'unlik davri illatlarini Soyfi Soqiyevich, Sirojiddin kabi obrazlar fosh etadi. Romanning bosh qahramoni Sherzod hali hayotiy tajribasi kam bo'lgan yosh jurnalist. U ham xalq dardi bilan yashaydigan odam. Haqiqatparastlikni O'tkir Hoshimov singari o'ziga shior qilib olgan yigit. Muallif asarda jamiyatning muvozanati buzilganligini aks etadi va Sherzod obrazi orqali shu muvozanatni joyiga keltirishga harakat qiladi. Asarning asosiy g'oyasi shundaki, inson har qanday vaziyatda ham vijdonli bo'lishi kerakligi, har bir inson o'z qilmishiga yarasha javob olishidir. O'ylaymanki, bu kitob qalbingizga chuqur joy oladi. Odamlarni hayot haqida o'ylashga majbur qiladigan bu asar halollik, yaxshilik, sabr-toat qilishga chaqiradi.